Yoshlar, Ilmi, aqli, yoshlar, resurslari. sizlar o'zlaringizni qo'lingizda bo'lmagan narsalarni absujat qilmanglar. Nima uchun hokim almashdi, nima uchun bunday bo'lmayapti, yo'l qo'yilma. Sizlar o'zlaringizni qo'lingiz ostidagi narsalarga ko'proq e'tibor bering. Qancha kitob o'qiyapsizlar, qancha yotyapsizlar, qancha turyapsizlar, qancha ilm olyapsizlar, qancha shug'ullanyapsizlar. Ya'ni o'zingizni resursingizdan foydalanishni o'rganing. Keyin avtomatik boshqalar o'zidan o'zi o'zgarib ketadi. Bitta narsa aytaman. Men muvaffaqiyatga erishgan ota-onamniki, men shunday bo'lgan. Dadam meni buxarskiyda, чистый. Жесткий odam. Buxoroni bachalari deymizda, bizlar podkastimizda har safar podkastimizda shu chaqchaq bor. Buxoroni bachalari. Da. Buxoroni bachalarida. Men dadam жесткий odam. Men hayotimda meni dadam quchoqlamagan, o'pmagan, bacham demagan, bunaqa silamagan boshimdan. Чистый mujik qilib tarbiyalagan. Menga dadam aytgan, riskovatmi? Riskovat, lekin meni oldimga yig'lab kelma degan, hech qachon. Hech qachon yig'lab kelma. Men dadamga ko'rsatmasam pullarimni yig'ib dadam uy quraman deganimda dadam ishonmagan. Men bir kunda hamma ustalarni yig'ganman. Holi yer akvachini ham olib kelganman bir kunda-da. To есть pulim bor, qur uyni deb. O'sha vaqt men bitta narsani aytganman. Esimda-da, nanam shunday yig'lasdi, bizani bitta koridorga edi. Hammomimiz koridorga uni ko'tarardik, tashnavchini o'sha yerda hammom edi. Da. Men aytganman, nana bizda ham bor edi shunaqasi. Da, nana deganman. Tamom, ishlash kerak emas deganman, полностью. Men sizlarga bitta narsa aytaman. Ota-onasini ko'ziga qarab, nana bo'ldi, hech qanaqa ishlash kerak emas, dada bo'ldi, ishlash kerak emas. Men uddaladim. Любой narsani sotib olib beraman deganman. Любой narsani, nima ko'zlaringiz tushsa, men sotib olib beraman degan inson sifatida sizlarga bitta narsa aytaman. Bu jismga nisbatan aytilyapti. Stoit, ha. Stoit, любой narsa-da, jism nisbati. Любой narsani sotib olib beraman degan inson sifatida sizlarga bitta narsa aytaman. Stoit. Bu meni azoblarim 10 karrasi, yana 20 karra qilaman desa ham men stoit edim, men shu narsani qilardim. To есть sizlar sarflaydigan energiya, azob, uqubatga bu narsa stoit. Shu narsa momentni любой narsadan olib bilmaysizlar. Любой narsada bunaqa kayfni olib bilmaysizlar. To есть bu kayf. harakat qilish kerak-da. Bu kayf deb. Da, men kiraman masalan, nanam уже shunaqa darajaga yetgan, nana kirayapmiz, tilla magazinga, nana tilla olsang yo'q deydi o'zi onam. Yo'q. Kerak emas, u bechora prodavец harakat qilyapti sotishga. Men aytaman, olib beraman. Olmayaptilar-ku deyman. To есть shunaqa darajada buni chiqolmay kunam deydi-da. Ota-ona ham o'ziga ravo ko'rmaygan-da, masalan shu narsani. Sizga ravo ko'radi. Men otamga pul bersam, borib uy oladilar. Men aytaman, dada, uy olmang, siz borib aylaning, bo'ldi. Boshimiz ko'ramiz buncha uyni, masalan, nima qilasiz buncha uyni? Juda ajoyib kuzatuvchilar